Akalar, assalomu alaykum. Charchamay, ishlaringiz yaxshimi akalar? Tinchmisizlar? Akalar, mana padushkani quyib tugatdik. Xo'p, ko'p joylarda kovlanib, chuqurligi 30, eniga 60 bo'ladi. Biz padushkani yer tepasiga qo'ydik. Bo'yini 30 olib turib, eniga 60 qildik akalar. Sababi yerimiz chuqur. Mana shu padushka bo'yi ko'milib ketadi. Sahnamiz, xudo xolasa ko'milib ketadi. Bu apalavka padushkaning ustiga chiqqan mana. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 731 1800. Apalavka o'rnatilgan holatlari mana akalar. O'ta go'zal. Xizmatlar Sharxon, Andijon, Bo'z telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishib olsa bitirib beramiz akalar mana. Hozir mana tepadan turib ham olamiz, ko'rsatamiz, xudo xolasa. Yerni tepasiga qo'yganimiz sababi o'ta chuqur ekan yerimiz. O'shaning uchun kovlamasdan ustiga quyib qo'ydik. Xudo xolasa mana. Ustalar Sharxon, Karnaychi mahalla. Telefon qilaverasizlar akalar. Bugun mana operator yo'q. O'zimiz olyapmiz. Qo'ldan kelgancha. Apalavkalar tekizlik holatlari yaxshi. Xudo xolasa buni bitgan holatini ham chiqaramiz uzog'i 5 kun 4 kunda chiqaramiz. Xudo xolasa yana Zohid Uz kanaliga qo'yamiz. Kuzatib boraverasizlar ishlarni. Xudo xolasa mana telefon qilaverasizlar.